Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Jalaldin Suyuti'ninki Halifler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizin tamamında bugün hem de Umayyalar devrideki tarihlerini okuyatımız. Bu devirde hem de Umayyalarga karşı isyan ko'targan ve özünü halif deb ilan qilgan ve bu adamga nurg'un islom dunyosindagi asosiy shu davrdagi ko'p qism yerlari bayat qilgan ulug' sahobalardan Batur oğlu Batur Abdullah ibn Zubeyr radıyallahu anh'unki xilafet devriyle tanışıp çıkaylı. Bu adam 64. yılı özü halif deb ilan qilib 73. yılı kadar yani 9 yıl devir sürgen. Bu adam kim o? Bu adamın ismi Abdullah'dır. Onun dadısı Az-Zubeyr. Zubeyr kim o? Zubeyr ibn Avvam. Bu peygamberimizinki hem bacısı Ebu Bekir Sıddık'ın küyoğlu hem cennetle bişaret birilen 10 sahabınınki biri. Zubeyr Avvam'ın oğlu Avvam Huveylid'nin oğlu Huveylid Esed'nin oğlu Esed Abdul Uzza'nın oğlu Abdul Uzza Kusey'nin oğlu. Kusey mana bütün Araplarınki yani Kureyşliklarınki boğusu oldu Kusey. Kusey degan isim yana şu Kureyş degan isim bilan ma'nodash o'xshash kelgan. Bu adamdaki kunyasi Ebu Bekir, badal Ebu Hubeyb deb atilgan. Bu Hubeyb degan asli o'g'li, Ebu Bukayr degichilar bor. Bu adam o'zimi sahabe, dadısim sahabe, onasi sahabe, cho'ng dadısim sahabe. Cho'ng dadısi Ebu Bekir, dadısi Zubeyr, onasi Esma bint Ebu Bekir Sıddık, Hazret Ayşe'ninki ayçisi bo'ldi. Bu adamın dadısı cennetle bişaret bilgen 10 sahabının biri. Anisi Esma bint Ebu Bekir Sıddık. Yani iki belvağınınki ilgisi deb Peygamberimiz hicret qilgan vaqtida Resulullah'ni şu böktürüp maqtashib Resulullah'ning xizmatini qilgan ulug' sahabe. Dadısının anisi kim o degan vaqtida Peygamberimizin hammisi Safiye. Peygamberimizin dadısının acisi oldu undaqda. Demek bu adam tarafdan ulug'lar ailesiga tutashgan bir kishidir. Abdullah qachon tug'ilgan degan vaqtida hicretning 20. iyda, yani 2. yılının ahiri. Hicret yılının 2. yılının ahirleri tug'ilgan. Badal 1. yıl tug'ilgan deganlar bo'pti. Endi bu adam qanday bo'lishidan qat'iy nazar Mekke'deki Qurayshliklar Mekke'ga hicret qilib kelgandan keyin tunji qatim tug'ilgan bo'voq. Muhacirlarning tunji bo'voqi. Musulmonlar bu adamın tug'ilgan vaqtida ajoyib tasvirliksiz holat qo'shilib ketgan. Nemişqa? Çünkü Yahudiler gep tapkan bulup kelgan vaqtda. Biz ularni sehrlab qo'ydik, endi ularning balası bo'lmaydi deb so'z cho'chak taqatgan. Peygamberimiz tug'ilgan vaqtida bu adam shu o'zi chaynab bir qom bilan eg'izlandirgan. Uning ismini Abdullah deb atagan. Buning kunyasini Abu Bakr bo'lsin deb shunaq degan. Cho'ngdasining ismi bilan kunya qilganda. Bu adam nayt ro'zador, uzun nayt ko'p namoz o'qiydigan. Onun için namazı nayet uzun davamlaştırdıgan, uruq tuqqanlarga nayet mehribon, ko'yimchan, silrahim qilib turadigan, nayet mislsiz batur adam bo'lib, onun ustiga bir kunni, yani bir kechini 3 ga bo'lgan. Bir kechida qiyamda uzoq turib, bu tong'atqichilik namozi o'qiydigan, yani bir kechida rukuni uzun qiladigan, yani bir kechida sajdani uzun qiladigan holatda davom etgan. Bu adamniki ilim qo'shgan tuhfasi zo'r. Nima deganda Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan 33 tane hadis rivoyat qilib ummatga qoldirib ketgan. Bu adamniki inisi Urvat ibn Zubeyr, yana bir shogirdi Ibn Abi Malika, yani Abdullah degan bir kishi, Abbas ibn Sa'd, Sabitul Bunani, Ata ibn Abi Rabah, Abidat Salmani va undan boshqa nurg'un tabi'inlar. Bular rivoyat qilgan nurg'un hadislar bu adamda rivoyat qilgan hadislarni. Demek bu adamniki bir shogirdlari aytdi. Barmak sanodak şagirdler var kişide. Hem de bu adamga biz qandaq bayat bergan, yani bu adamni qandaq bo'lib xalif saylab qolgan deganda, bu adam Muaviyaning o'g'li Yazidga bayat qilishni rad qilib turib olgan. Shuning bilan Makka qochib ketib, dastlabki paytlarda o'ziga bayat qilishni da'vat qilib yoki o'ziniki xalifligiga bu adam chaqolmagan, jin tug'an, lekin ham bayat qilmagan Yazidga. Şunlar Yazid bu adamda nayet işsiz qilib, nayet ig'ir kelib turishiga Yazid o'lib ketganda, shuningla bu adamni xalifa deb bayat qilingan Makkada.
Bu adamga Hicazlıqlar, yani Mekke, Medine, Taifliklar, Yemen, Irak, Xurasan ahli bularning hammasi bayat qilgan. Bu Xurasan demekten hatta buni bütün O'rta Osiyodan tortib shu Iroq, nima İran, Türkmenistan, Afg'oniston mush diyorlar hammani o'z ichiga oladi. Bu odamning go'zal qilgan ishlaridan Ka'bani qayta yangilagan. Yani Ka'bani shu chiroyli shaklda yasab payg'ambarimizningki orzusiga yetkazgan bir odam bu. Hatta Ka'baninki darvozasini ishga qilgan. Hozirgi darvozaninki qarim-qarsida bir darvoza bor edi. Keyin bu Hajjaj bu darvozani yo'q deb aytgan. Bu İbrahim Aleyhisselatü Vesselam sağan uğulunu içip şu yerden götürüp kayıt sağan bu adam Kabe'ni. Hatta Kabe'ninki mavi adır taşlandık tarafı koyup koygan. Mesela bunu Kabe'nin tarihini bilmek için bolsanlar Kabe'ninki tarihi, kıskıç tarihi Nahmeden takdis edilgen film var. Ben onu YouTube kanalımı kirip şunu izlesenler Kabe'ninki Nahmeden şu köz durup tarihin sözüge. Bunun da texemo bek nayeti kengre tushunish holatda tushuntirilgan. Yani bu Hijr degan bir yeri var. Yani uch qo'yib qo'yganlik uch chirog var ya. Shu yerdan 6 gaz. Yani 6 gaz degani 3 metr atrofida shu rayonni qo'shgan Kabe'ga. O'zligidan o'zining rayi bilan emas, hammasi Oyisha radhiyallohu anha payg'ambar alayhisolatu vasallamning shunda qilmoqchi bo'lganlik orzusini so'zlab bergan. Şunun qarta bu adam Kabe'ni qaytadan yasab chiqqan. Bu adamga bayat qilmagan, hokimiyatini e'tirof qilmagan o'rin faqat Sham va Misrlam edi. Bu adamga hatto Muaviya ibn Yazidmi bayat qilgan. Bu adamning zamoni uzun bo'lmay, yana o'lib ketganda, yana 2-3 yildan o'lib ketganda. Bu adamga shu orliqda Shamning bir qismi, Misrning bir qismi yerlari bu adamga yana bayat qilgan keyin. Muaviya o'lib ketgandan keyin, Muaviya ibn Yazid o'lib ketgandan keyin. Lekin Marwan ibn Hakam qarshi chiqib, bu odam avval Shamni qaytarib oldi, uning keyinda Misrni qaytarib oldi. Bu Hijriya 65-yilgacha mushta davom etib, siyosiy inqilob qilib, oxiri o'zining o'g'li Abdulmalikka xilofatni topshirib, ya'ni podshohlik hokimiyatini topshirib, bu odam o'lib ketdi. Bu yerda bir nuqtani eskartib qo'yaylik. Abdullah ibn Zubayrning xilofati haqiqiy xilofatmi yoki Marwan ibn Hakam bilan Abdulmalik ibn Marwanning deganda ulamolar talash qilib Marwan ibn Hakam bilan Abdulmalik ibn Marwanning xilofatini e'tirof qilmaymiz. Bular Abdullah ibn Zubayrga qarshi chiqqan bag'iylar qarshi chiqishlar. Abdullah ibn Zubayr vafot bo'lgan degan o'lib ketgandan keyin Abdulmalik ibn Marwanning xilofatini ondan e'tirof qilmaymiz deb qaraydi. Bunu İmam Zahabi nayet yaxshi tasvirlagan bo'lib, eng to'g'ri qarash Marvanni biz Emirul Mu'minin yani xalifa deb uni sanashga bo'lmaydi. Balki u Abdullah ibn Zubayrga qarshi chiqqan bir oshqon radikal. Hatto o'ziniki o'g'li Abdulmalikka topshirgan xilofat hokimiyatini buni e'tirof qilmaymiz. Abdulmalik qachondan beri haqiqiy xalifa deb e'tirof qilindi degan vaqtda Abdullah ibn Zubayr o'ldirilgan vaqtdan boshlab. Mas İmam Zahabining ko'z qarashi. Endi Abdullah ibn Zubayrga kelsak, bunun xilofat davri Mekkada davom etdi, xalifalik tuzilma holatda. Bu hatta şu 4 xalifalar davridagi Qur'on sunnatga qaytarib, shariatni birlamchi o'rinda qo'ygan. Siyosatni birlamchi o'rinda emas, shariatni birlamchi o'rinda qarab, islom nizomini shu holatda bu odam davom etgan. Ammo Abdulmalik Marvanlar undaq emas. Ularning nazarida siyosat birinchi shariatdan burun. Hatta Abdulmalik 40 ming kishilik qo'shinga Hajjajni qo'mondan qilib Hijazga avatdi. Mekkada oylab Ka'bani muhosiraga elib Abdullah ibn Zubayrni. Hatta uning menchanoq atdi. Menchanoq degan nima degan vaqtda uning yo'g'on quram tashlarni silib, shu zambarakka o'xshash otadigan gapda uni. Yoki bo'lmasa uning mundaliqi nepet yoki kuydigan yog'larni qo'yib, kuydirib şu narsani otadigan gap hamda. O tutashgan narsani ko'ydirib tashlaydigan, yog' chachirab, ammiyak o't tushadigan bir ayni vaqtdagi bir ibtidoiy jamiyatga bir danglik qurollar shu davrniki. Abdullah ibn Zubayrning qo'shini, hatto buning urug' tuqqanlarimi bu odamni tashlab, yolg'iz qo'yib Hajjajning qashiga sug'urilib ketdi. Chunki Hajjaj bütün ta'minotni Makkadan uzdi.
Ondan yenip chiqqanlarga mukofot verme, pul verme deb bu yerda jar soldi. Shuningdan Abdullah ibn Zubayrning atrofidagi ko'p odamlar iqtisoddan, ta'minotdan qiynalib, hatto Abdullah ibn Zubayrniki bir qo'saq qarindishmi Abdullah ibn Zubayrni tashlab chiqib ketdi. Oxirida Hajjaj g'alib qilib, Abdullah ibn Zubayrni o'ltirib dag'isib qo'ydi. Mana bu qachon degan vaqtida 73-yili Jumadil Ula ayının 17-kuni seshanba kunda bo'lgan eng ig'ir danglik vaqa. İbn Asakir rahmetullahi alayning Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar degan kishidan rivoyat. Ya'ni bu Umar ibn Xattobningki çeviriler ekanda bu kishi. Bu kishidan rivoyat qilgan bir mazmunda mundaq deydi. Hajjaj Abdullah ibn Zubayrga menchanoq etish uchun menchanoqni tikilgan vaqtida men Abi Qubays tig'ining ustida edim dedi. Abi Qubays tig'i degan hozirgi shu Safa Marvaninki, ya'ni shu podshohniki qasri va tog', shu qasr shu podshohning hozir qasri va tog' deymiz. Shu tog'ning keyindagi egiz tog'lar Abi Qubays tig'i bo'ladi endi. Shu egiz tog'da. Men shu yerda edim dedi. Men qarab turgan deydi. Shu menchanoqni otgan vaqtida bir çakmak düştü deydi osmondan. Qarab turib tatdim. O oylanib shu bir qizil ro'moldek oylanib kelib, menchanoq otgan odamdan 50 odamni kuydirib tashlagan, chaqmoq chiqib etgan deb shundoq deydi. Endi Abdullah ibn Zubayr o'z zamonida, o'z davrida Qurayshlarning eng mard botirlarining biri edi. Bu odamning nurg'un go'zal tarixlari, nihoyatda yarqin maydonlari bor buni tanışıp çıkayla keyinki mezmunlarda deydi. Bugünkü dersimiz müşahit olsun ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.